Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus tarafidan yozilgan Yigit degan shundoq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Ibrohimni muhitlarning qabul qilganligi, ammo uni qanday shaklda turg'izish uchun plan tuzayotgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Qaraganda shundoq qilsak bo'ldiga o'xshaydi, dedi buvay. Bu gap bilan Naval chiqib ketdi. Uzun o'tmayla uning xizmatkor qizni ayibligini anglandi. Ovozi bargancha kuchayib, oxiri rasmiy vaqirashga aylandi. Orqadan shaplaq bilan urgan va yig'ilgan ovoz anglandi. Keyin Naval xuddi rost so'qishgandek, xizmatkor qiz haqiqatan shaplaqqa loyiqdek, nihoyatda hayajonlangan qiyofatda qaytib kirdi. "Apa, endi sen chiqib uni haydavat", dedi u. Apsi qimirlamasdan. Xudo haqqi, meni qiynamanglar. Bunda qilsanglar bo'lmaydi. Uning ustiga hozir ro'z Ramzon. Tahiya, hech nim bo'lmaydi. 3-4 kundan keyin uni qaytarib kelamiz, dedi buvay hayajon bilan. Muhit, sen uni ketkizvat, dedi apsi Muhitga. Xizmatkorni ketkizitish bilan mening nimkorim. Mening ishim o emas, dedi Muhit. Opa, dedi Naval. O'zing borgin. Pulimdan uningga yarim riyal beray. Apsi o'rnidan turib, go'yo u qizda gunoh yo'q edi. Hammani qilgan sen, degandek Ibrohimga ayiblash nazarda qarab qo'ydi. Ish haqqidan boshqa yana oz deganda 50 jiris qo'shib bermasak, Xudo ravo ko'rmaydi. U degan dadisi yo'q yetim, dedi Mo'may chiqib ketib. Mo'may chiqib ketishiga Somiya tumshug'ini ushlab voysidi. Uy ishlari endi bizga qoldigan bo'ldi. Aytinglar-chu, endi kim bozorga berib ko'ktat ekiladi? Menmi yoki Navalmi? Xinim, andish qilmang. Ali tag'am ekilib berdi. Tamoqni bir kuni opam bilan men etaman, bir kuni siz, dedi Naval. Apsining vaqirg'ini orqadan eshikning ochilganligi bilan eshik boqarning ovozi anglandi. Keyin eshik yopildi. Hayal o'tmay apsi qaytib kirdi. Xudoyim meni kechirgay, dedi u. Ibrohim gap qilmadi. Bu oilaga avorchik tepib berganiga xijil bo'lib, o'zimi bir qismala bo'lib qoldi. Ibrohim apandi herib qolgandi. Muhitning hujrasiga kirib aram olsin. Gap bo'lsa ata qilishayli, dedi buvay. Ibrohim o'rnidan turdi. Nima qilishini, nima deyishini bilmay birdam turdi-da, hech kimga qaramay. Kechligingizlar xayrlik bo'lsin, deb qo'ydi. Muhitmi o'rnidan turdi. Ular texi eshik tuyiga bormag'aydi, buvay chaqirdi. Ibrohim apandi. Ibrohim to'xtab buvayga burildi. Sizda tapancha bor deb angladim. Siz uni Muhitning tartmasiga silib qo'ying. Bu uyda turgan mezgilda uni qo'lingizga olmang. Men undaq narsani yaxshi ko'rmayman. Ibrohim ixtiyorsiz, ammo nihoyatda tezlikda yanchuqdan tapanchani elib buvayga. Buni sizga topshirib beraymi yo? Deb murojaat qildi. Qo'rqinishdan buvayning ko'zlari chaqchib ketdi. Mo'may qo'lini ko'ksiga qo'yib, Xudo haqqi, o narsani tez ko'zimda yo'qtinglar, dedi. Somiya dugdib oldi. Muhit kayniga dojib, dimi ichiga tushib ketdi. Naval anglagan, lekin ko'rmagan narsaga qaragandek bo'ynini so'sib qardi. Qiziqish chiqib turgan ko'zlari yo'g'on ichildi. Ibrohim huduqib ketdi. Qilib qo'ygan nashayan ishini yapmoqchi bo'lgandek darhol tapanchini yanchuqiga soldi. Kechiringlar, men o'ylanmayla. U orqaga burildi-da, Muhit bilan billa chiqib ketdi. Hujraga kirib Muhit ishini yapdi. Ibrohim atrofga qarab, uy ichini ko'zdan kechirdi. Uyda bir kiyim ishkopi, bir yeziq ustili, 2 o'rindiq, tamda bir kiyim osqush turardi. Uydagi barliq narsalar pokiz ham ratlik edi. Ibrohim o'rindiqda, Muhit karvatda o'ltirdi.
va gap qilsangchu degandek İbrahimga qaradi. İbrahim siyasi ishlar o'zining turmaga kirib qolganligi to'g'riliq gap qilmadi. Muhiddin institutdagi savodoshlarini va o'quvchilarni so'radi. Andin savodoshlariga oid o'zi bildigan qiziq gaplarni qilib berdi. Chunki İbrahim Muhitni xotirjam qilib, uning ishonchiga ega bo'lish, uningdagi vahima va ansizlikni yo'qotish, shundaqla o'ttirdagi ziyoda takallufni yo'q qilishning muhimligini obdan biladi. İbrahim bu maqsadga nihoyat o'ng'ayla yetdi. Muhit İbrahimni o'z do'stidek bilib, qahramonning o'ziga do'st bo'lganligidan mag'rurlanishga boshladi. Burunlarda bu qahramonni u avliyodek ko'rib, yiroqdilla talmurib qaraydi-yu, uning qahramonlik ishlariga aralashishga jur'at qilolmaydi. Amdilikda ana shu qahramon uningga og'ina bo'lib qoldi. Uning uyida turmoqda, uning bilan bir karvatda yatmoqchi bo'lyotidi. Keyin Muhit İbrahimdan ko'p so'zlashga boshladi. To'satdan ishni biri chekdi. Muhit tashqariga chiqib shu an patnus ko'tarib kirdi. Patnusda tamoq qo'rimalar bor edi. Muhit patnusni yeziq ustiga qo'yib, "İbrahim, qani marhamat", dedi. İbrahim uning o'zini "Apandi" demay, ismi bilanla ataganligini anglab ixtiyorsiz kulib u o'zining Muhitning ishonchiga erishganligini, uni xotirjam qilganligini bildi. Shunga u tamoqni mazza qilib ishtaha bilan yedi. Turmaga kirgandan buyon bundaq ishtaha bilan tamoq yemagan edi. Muhit so'zlab o'ltirdi. Ishik yana chekildi. "Kiring", dedi Muhit o'rnidan turmayla. Uyga Naval kirib keldi. Qo'lida dazmollangan oq yaktak bor edi. "Muhitning kechilik kiyimi dal kilamdikin deb sizga dadamning yaktikini akirdim", dedi u ikkilangan holda İbrahimga qarab. İbrahimning velki tutgan qo'li to'xtab qoldi. U yer yerilsa kirvolg'udek darajada o'ng'aysizlanib ketdi. Uning yuzi villida qizirib, tomoqiga bir narsa kaplashib qolgandek bo'ldi. Navalga qaradi-yu, ko'zni uningdan ololmay qoldi. U Navalning indian qizlarnikidek qizil mangzi, tixi lav suruqi surtilmagan levi, chiroydagi tabassumni ko'rib hayron bo'ldi va huduqib ketdi. Va qiz bolaning o'zi yotadigan uyga kiradiganligini xiyoliga keltirmagan edi. Naval İbrahimga taajjub bilan qaradi. Andin burilib akasidan so'radi. "Sizlarga yana nima kerak?" "Rahmat", dedi Muhit. "Rahmat", İbrahim sal turib qo'shib qo'ydi. Naval chiqib ketdi. İbrahim tamoqni yeb bo'ldi, ammo kalisiga planda yo'q qiz bola kirib oldi. Muhit bilan hojatxonaga kirib chiqqandan keyin kiyimlarini soldi. Tapanchini ustalning tatmasiga silib qo'yib, yaktakni kiyib, Muhitning yoniga chiqib yotdi. U uxlayotganda qiz bolaning kirib qilishidan ansirgandek yotqani him yopdi. Muhit yana universitetdagi ishlarni so'zildi. To'satdan radiodagi naqsha to'xtab, diktorning tunish ovozi anglandi. "Xonimlar, apandilar, hozir jamoatchilikka muhim bir xabarni anglatamiz. Biz baya Ichki ishlar ministrligining tuvandikidek uqtirishni topshirib oldik. Abdurahim Pashani o'ltirgan Deloning bosh jinoyatchisi İbrahim bugun kechda qochib ketgan. U 23 kunning oldida turmadan Ayni qasri doktorxonasiga yo'tkab kelingan edi. Ichki ishlar ministri shuni jakarlaydiki, bu jinoyatchini tutib bergan yoki tutishga yordamlashgan odamga 5000 funt sterling in'om beriladi. Harbiy ishlar qo'mondoni yana shuni jakarlaydiki, bu jinoyatchining qochib ketishiga yordam qilgan yoki ahvolni bilib turib ma'lum qilmaganlarga og'ir jazo berilib, 3 yildan ortiq turmaga tashlandi. Hozir harbiy sotning uqtirishini anglatamiz. Uning to'liq teksti tuvandikicha. Biri radioni o'chiribdi. Muhit İbrahimga lapta qarab qo'yib, ko'zni boshqa tarafga qochirdi.
İbrahim Muhitqa qaramay, Torusqa tikilib yetib, o'z-o'ziga so'zlayotgandek. O'zimning bunchalik pulga yaraydiganligimni o'ylabmi boqmabdikanman, dedi. İbrahim jim bo'lib qoldi. Muhitmi undimidi. Ular bir-biriga qaramay, Torusqa tikilib yetishdi. İbrahim hökumətning bu radio uqtirishig'a nima deyishni bilolmadi. Chunki bu uqtirishning yenidagi do'stiga beradigan ta'sirini yo'qotolmaydi. U do'stidan o'zini pash qilmaslikni talab qilolmaydi. Bundaq va'da ilish haqqimi yo'q edi. Agar do'sti uni pash qilmoqchi bo'lsa, olgan va'dining nima roli bo'ladi? İbrahim jimmita yassimi bek achchiq keldi. G'azabdan tumurlari ko'pib, demi siqildi. Ular nemishqa İbrahimga buncha ching isilvoldigandu. Nemishqa xalq uni tutmoqchi bo'lgan hukumatni og'dirib tashlamaydi. Nemishqa uni qutuldirib oladigan, uningga tinchlik va porliq istiqbol ato qiladigan ish bo'lmaydi. U vatan va xalqni deb hiliqi vatan xoinini o'ltirgan tursa, nemishqa kishilar uni qutuldirib olayli demaydi. İbrahim ümidsizlendi. Kishilar hech ish qilmaydi. U xuddi qopqonga tushgan chashqandek tutildigan bo'ldi. Shu topda texi birlari uni tutib berib 5000 funt sterling in'om elishni o'ylayotgandi. Uningga rostilla qafasga solinib qolgandek, beshi qafasning baldoqlariga tegayotgandek bilindi. Demisimu, u hozir odamlarning qo'g'lishidan qochib yurgan chashqon bo'ldi-ku. Uning xiyoli o'zi o'rinlashgan oilaga ko'chdi. Ular tutib berami? U birdilla o'zini vafoga jafo qilgan odamdek his qilib, kallasiga kelgan bu xiyoldan izo tortib qoldi. Yo'q, bu oiladagilar uni tutib bermaydi. Buningga İbrahimning ko'zi yetidi. Biroq İbrahim hukumatning e'lonini anglagandan keyin o'zining bu tinch, xotirjam oilaga avorgarchilik tepib berganligini bildi. U jinoyatchi nomi bilan bu oilaga kirdi. U ketishi kerak. Bu oiladan ketishi kerak. Hatta tezdan ketishi kerak. Bu yerda turmaslik kerak. Boshqalar uni deb nohaq gunohkor bo'lmasin. Bu xiyollardan uning ko'z oldida har xil manzaralar aks etdi. Muhit uning yanida un chiqarmay yotmoqda. Uningda boyiqi uyimga bir qahramon keldi degan iftixorlikdan asarmi qolmagan edi. U qahramonni emas, o'zini, o'z taqdirini o'ylayotdi. U bir notunish dunyoning darvozasi oldiga kelib qolgandek bo'ldi. Bu dunyo shunchalik qo'rqinchli bo'lib, hamma yerda lavuldab o't yonatdi. Butun atrof shovqinli ovozlarga to'lgan edi. Ba'zilar dod faryod qilatdi. Ba'zilar shuar to'laydi. Miltiq ovozi anglatdi. U Temur Rishatkini ko'rdi. Uning ba'zi savodoshlari Rishotkining u tarafida mahbus kiyimi kiyib turishatdi. Bir chaqda umu mahbus kiyimi kiyib savodoshlari bilan billa bo'lib qoldi. Uni qo'rqinish bosdi. Chiroyi ixtiyorsiz tatirib ketdi. U xuddi İbrahim bilan munosabatim yo'q degandek İbrahimdan neriroq surilib yotdi. Uningga soqchilar kirib İbrahimni qo'lga olgan taqdirdimi, neri yotqinni ko'rib, uni qo'lga olmaydigandek bilindi. Radiodan hukumatning e'lonini anglagandan keyin Muhit in'om to'g'risida o'ylamadi. Hatto xiyoliga keltirmadi. Uningga jinoyatchining qichib ketishiga yordamlashgan odamni turmaga tashlash to'g'risidagi harbiy sudning uqtirishlar qattiq ta'sir qilgan edi. U turmaga tushishdan qo'rqatdi. Terga cho'mildi. Go'yo jinoyat o'tkazib qo'ygandek vujudini titrak bosdi. Ishik chekildi. Hech qaysi vaqtning qancha bo'lganligini bilmaydi. İbrahim jiddiylashgan holda avval ishikka, andin Muhitga qaradi. Uning yo'g'on ichilgan ko'zlaridan shubha, ansizlik chiqib turadi.
Eshik yana chekildi. Mana keldim, dedi Muhit ve o'rnidan turib İbrahimga qaradi. İbrahim efendi. O İbrahimning ko'zlaridagi ansizlikni ko'rib qo'shib qo'ydi. Qo'pong, zo'rliq yeymiz. İbrahimning ko'ngli o'rniga tushdi. Ko'zlaridagi ansizlikmi yo'qoldi. Rahmat, men ata roza tutolmaydigandek turman, dedi u. Muhit o'rnidan turib chiroqni yoqdi. Ko'zoynakini taqab sirtqa manga so'rdi. Chiroq yiniq turaversinmi? Uchirvat, dedi İbrahim. Muhit chiroqni uchirvetib chiqib ketdi. İbrahim boshqadan xiyolga patdi. Keyin ixtiyorsiz ko'zlari yumilib uyquga ketdi. İbrahim derazadan kirgan quyosh nurining ko'zini chiqishidan uyg'ondi. Ko'zlarini ichib, o'zining nadligini unutib qolgandek gangiragan holda atrofga qaradi. Uy quyosh nuriga cho'milgan edi. U yeniga qarab Muhitning yo'qligini ko'rdi. Soatiga qaraydi, soat istilkasi 9 dan 15 minut o'tganligini ko'rsatib turadi. İbrahim, Muhit nega ketgandu? Nimishqa meni uyg'otib qo'ymagandu? deb hayron bo'ldi. U Muhit kirib qolar deb bir pas jim yotdi. Muhit xilg'icha kirmagandan keyin karvatdan tushdi va qo'lim qo'shlar ko'rib qolmasin deb derazadan neri turdi. İbrahim o'ltirib plan tuzishga boshladi. Qinib uxlag'achqimi uning zehni to'liq asiga kelgan edi. U o'ylaganlarini to'g'ri deb bildi. Kelgusini aniq ko'rgandek bo'lib shotlandi. Hukumatning radioda e'lon qilgan tahdid va aldash xarakterdagi uqtirishi uning umidvorlikqa qilcha ta'sir yetkazolmadi. Kishilar yaxshi va yomon odam deb ayrildi. Tahdid silish va aldashlar xalqning mohiyatini o'zgartib etolmaydi. Yaxshi odam hamon yaxshi. Yomon odamlar yanada shundoq bo'ladi. U ixtiyorsiz kulyapti. Bu uning hukumatni, harbiy qo'mondonni, harbiy holat tuzumini, uni darga asmoqchi bo'lganlarini zongli qilg'ini edi. Muhit texcha kirmadi. İbrahim Muhitni chaqiray dedi-yu, xijil bo'ldi. Bu uyda qizlar bor. Ular mening mavjudligimni his qilmag'ini tuzuk. Vaqirab yursam, ularning ko'ziga sat ko'rinib qolmay yana, deb jimmita o'ltirib Muhitni saqildi. Muhit yanala kirmagan edi, u sal jila bo'ldi. Yuzini yuyib, og'zini chayqab, ishiga kirsa bo'ladi emasmi? İbrahim ko'nglikini shimini kiydi. Birdilla ko'ngliga bir yomon ish kechdi. Muhit nega ketgandu? U nimishqa qaytib kirmaydi? U soqchini boshlab kelib, tutqicha qochib ketmasin deb ishni sirtidan itib qo'ydim ya. U kamarnimi bog'lamasdan shimini ko'targunicha putining uchida dassab, eshik tuyiga bordi-da, ishikni asta ichib baqdi. Ishik quluplanmagan edi. U xotirjam bo'ldi. Ishni yana asta yepib qo'yib, kamarni bog'ladi. O'rindiqqa o'ltirib oyog'ini kiyib etib, beshini asta ko'tardi. Ko'zlarida yana shubha, ansizlik alomatlari paydo bo'ldi. Tashqirdagi ishni quluplab qo'yib, uydagilarning hammasi chiqib ketdimi ya? Yoki bo'lmasa ular radiodan tutish buyrug'ini angladik. Endi sizni ep qilolmoqdakmiz. Vaqtida yo'lingizga mangsangiz bo'larmikin? deganni qilib ishni atay uchiq qo'ymagandu. Bu uyda turverish bo'lmaydi. Tez ketish kerak. Hozirla. U o'rnidan ixtiyorsizlikda turib ketdi. Ustal yiniga berib, tortmasidan tapanchini oldi. Tapanchini texi yanchuqiga salmagan edi, ishni biri chekdi. İbrahim tapanchini darhol tortmaga soldi-da, eshikka qarab: "Kim?" Ovozining nihoyatda qo'pol chiqqanligini sezib sipoyilik bilan "Kiring" dedi. Sirtdan muloyim ovoz anglandi. "İbrahim efendi, uyg'ondingizmi?" Buni u Muhitning kichik singlisi Navolning ovozi deb jazm qildi. Qiziq ish. U Navolning ovozini tunib oldi. Shunga adab bilan javob qaytardi. "O'rnimdan turdim, kiring." Ishik asta ichilib Navol kirib keldi. Uning chiroyida qandoq kulishni bilmay, gangirab qolgandek tabassum bor edi.
Qiz bu tabassumi bilan İbrahimni huduqtirib qo'ydi. Muhitni kutib turgan İbrahim Navalni ko'rib bekmo tamtirab ketdi va ixtiyorsiz. Muhit qani, devatdi. Arqadan o'zini adabli ko'rsatish uchun talabbuzni sal o'zgartib qo'shib qo'ydi. Attiganligingiz xayrli bo'lsin. Naval uningga tikilib javob berdi. Attiganligingiz xayrli bo'lsin. Muhit attigandala maktabiga ketdi. İbrahim Navalning so'zini uzvatdi, ammo darrov achchig'ini ichiga yutib, qizga chandurmaslik uchun yerga qarab oldi. U nimishqa jimitil maktabga ketadi? Ketishdan burun menga deb qo'ysa bo'lmamdi. Naval İbrahimning achchig'i kelganligini sezdi bo'lg'ay. Attigan maslahatlashib, dadam sizni yaxshi uxlab aram elib olsin dedi. Sizni bir yildan beri bo'libmi turmada aram xudo uxlay olmagandu deb o'yladik, dedi. İbrahim bu kishilarning bunchalik oq ko'ngil va soddaligiga hayron bo'lgandek beshini ko'tarib Navalga qaradi. Ondan yana ko'zlarini yerga tikib dedi. Bundoq kunda xotirjam uxlay olamdiman. Naval İbrahim bilan takkallashmoqchi yoki uni ayblamoqchi bo'lgandek qoshlarini uchirib qo'yib, "Amaliyotda siz xo'rak tortmagan bilan rosa qattiq uxladingiz", dedi. Shundoq qilib bu qitimliq roman o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Davomini kelasi qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.